بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sahifamiz orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan yaqinroq olib kelish maqsadimiz bor. 13 ta dastur orqali efirga uzatilgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblaridan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobchadan foydalanilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatkori. Payg'ambar alayhisalom bechora va zaif xizmatkorni qilgan ishi yoki zaifligiga qarab emas, balki dini va taqvosiga qarab o'ziga loyiq maqomga qo'ydilar. Payg'ambar alayhisalom xizmatkori va mardikorlar haqida shunday dedilar: ular sizlarning birodarlaringizdir. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostingizda qilib qo'ydi. Ularga yegan narsalaringizdan yediringiz, kiygan narsalaringizdan kiydiringiz va og'ir bo'lgan narsalarni ularga yuklamangiz. Agar og'ir narsalarni yuklasangiz, yordamga yetib keling. Imom Muslim rivoyat. Siz o'z hojasi haqida hayratomuz so'zlar, maqbul guvohlik va maqtovlarni hikoya qilib beruvchi xizmatkorning ushbu so'zlari haqida tafakkur qilib ko'ring. Siz bironta xizmatkorning o'z hojasiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatkori aytgani kabi maqtovni aytganini eshitganmisiz? Anas ibn Malik deydi: men payg'ambar alayhisalomga 10 yil xizmat qildim. Uli zot menga biron marta uf demadilar. Bironta qilgan ishim uchun nega bunday qilding, qilmagan ishim uchun nega bunday qilmading demadilar. Imom Muslim rivoyat. To'la 10 yil, kunlar yoki oylar emas, balki quvonch va qayg'u, g'azab va mahzunlik, ruhiy iztirob va o'zgarish, kambag'allik va boylik bilan o'tgan uzoq umr davomida ul zotga ota-onam fido bo'lsin deymiz, xizmatkorini jerkimadi, balki uni taqdirladi, qalbiga taskin berib, uning va oilasining ehtiyojlarini qondirardi hamda ularning haqqiga xayrli duolar qilardi. Anas radhiyallohu anhu dedi: onam yo Rasululloh, xizmatkoringiz haqqiga duo qiling dedi. Payg'ambar alayhisalom: Allohim unga boylik va farzandlarni serob qil va unga bergan narsalaringda baraka ato et dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shijoatli bo'lishlariga qaramay, barcha ishni o'z o'rnida qilardilar. Qo'l ostidagi xotinlari va xizmatkorlardan iborat zaiflarga hech qachon qattiqlik qilmaganlar. Oysha radhiyallohu anha dedi: Payg'ambar alayhisalom qo'llari bilan biron narsani urmadilar, na bir xizmatkorni va na bir xotinni, magar Alloh yo'lida jihad qilganlaridagina dushmanlarni urdilar. Imom Muslim rivoyat. Ana Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anha yaralmishlarning afzali va odamlarning sarvari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun yana bir bor guvohlik bermoqdalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal hayoti haqida ko'p gapirishgan. Hatto Quraysh kofirlari ham u zotga yaxshi guvohlik bergan edilar. Oysha radhiyallohu anha: men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga qilingan zulm, modomiki Allohning haromlarini qilish bilan bo'lmas ekan, biror bir kimsadan o'ch olganlarni ko'rmadim. Agar Allohning haromlarini qilingan bo'lsa, payg'ambar alayhisalomdan ko'ra g'azabliroq odam yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki ishni tanlash ixtiyori berilsa, modomiki gunoh bo'lmas ekan, qulayini tanlar edilar. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalom muloyim va og'ir bosiq bo'lishga da'vat etar va Alloh halimdir va har bir ishda halimlikni yaxshi ko'radi der edilar. Ushbu hadis Buxoriy hamda Muslimlar kitobida kelgan. Sovg'a va mehmon. Hissiy quvonchga bo'lgan ehtiyoj va istaklar jamiyat, oila va xonadonda doimo mavjuddir.
qalblarni bir-biriga yaqinlashtiradigan va ulardagi jina kuduratlarni eritib yuboradigan narsalardan biri sovg'adir. Oysha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalom sovg'alarni qabul qilar va unga munosib mukofotlar berar edilar deganlar. Imom Buxoriy rivoyat. Zero sovg'a berish va minnatdorchilik izhor etish qalb saxovati va yurak tozaligining nishonasidir. Saxovat nabiylar va rasullarning axloqidan biri bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu borada hammadan peshqadam edilar. Axir quyidagi so'zlarni aytgan u zot emasmi? Kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini siylasin. Mehmonni siylash haqqi bir kecha-yu bir kunduzdir. Mehmondorchilik 3 kundir. Undan keyingilari sadaqadir. Mezbonga og'irlik bo'lguniga qadar qolish mehmon uchun halol emasdir. Imom Buxoriy rivoyat. Alloh nomiga ont ichib aytamizki, tog'lar, cho'llar, Hijoz va Arab yarim oroli, hatto butun dunyo payg'ambar alayhisalom kabi oliy axloqli va oliy janob birontasini ko'rmadi. Hurmatli tinglovchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu zotga ota-onamiz fido bo'lsin, o'ta muhim holatlardan birini ko'rish uchun tayyor bo'ling. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dedi: bir xotin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga chopon keltirib, buni sizga kiydiraman deb o'z qo'llarim bilan to'qidim dedi. Payg'ambar alayhisalom unga muhtoj bo'lgan hollarda oldilar. Bizning oldimizga uni lungu shaklida o'rab chiqdilar. Bir odam, bu juda ham chiroyli ekan, uni menga bering dedi. Payg'ambar alayhisalom mayli dedilar va biroz o'tirgach uyga qaytdilar. To'rni taxlab uni haligi odamga jo'natdilar. Sahobalar u odamga: yaxshi ish qilmading, payg'ambar alayhisalom muhtoj bo'lganlari uchun kiygan edilar, sen bo'lsang uni so'rab o'tiribsan. Bilasanki, u zot so'ragan odamning qo'lini bo'sh qaytarmaydilar dedilar. U odam: Alloh nomiga ont ichib aytamanki, men u kiyimni kiyish uchun emas, kafanlik qilish uchun so'radim dedi. Sahl aytadi: haqiqatan ham u kiyim o'sha odamga kafan qilindi. Imom Buxoriy rivoyat. Siz Alloh taolo saralab olgan va o'zi tarbiyalagan hamda namuna qilgan zotning xulqidan hayratlanmang. Payg'ambar alayhisalom saxovat bobida hayratomuz ishlarni qildilar. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu dedi: men payg'ambar alayhisalomdan so'radim, berdilar. Yana so'radim, berdilar. Yana so'radim, berdilar. Keyin: ey Hakim, bu mol yashil va shirindir. Uni qalb saxovati bilan olgan odamga barakali qilinadi. Nafs ochko'zligi bilan olgan kishiga esa barakali qilinmaydi. Uning misoliga yeydi-yu biroq to'ymaydigan odamga o'xshaydi. Yuqori qo'l quyi qo'ldan yaxshiroqdir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Jabir radhiyallohu anhu dedi: payg'ambar alayhisalomdan biron narsa so'rasa hech qachon yo'q demadilar. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning qo'llaridagi misli ko'rilmagan bu saxovat va oliyjanoblik bilan birga u zotning qalblaridagi samimiylik, sodiq muhabbat va chiroyli muomalalarning ham misli yo'q edi. U zotning birga o'tirgan har bir kishiga tabassum qilishlari va yaqin tutishlari, odatlari bor edi. Bu bilan har kim o'zining payg'ambar alayhisalomga eng sevimli kishiman deb o'ylar edi. Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dedi: islomni qabul qilganimdan so'ng payg'ambar alayhisalomdan ayrilsam yoki u zotga duch kelsam, doimo tabassum bilan kutib olar edilar. Imom Buxoriy rivoyat. Shohidlarning sifatida siz uchun kifoya va ibrat bordir. Abdulloh ibn Horis: payg'ambar alayhisalomdan ko'ra sertabassum boshqa birovni ko'rmadim dedi. Imom Tirmiziy rivoyat. Sevimli do'stim, siz bundan nega hayratlanasiz? Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'stingiz yuziga qilgan tabassumingiz sadaqadir degan bo'lsalar. Imom Tirmiziy rivoyat. Xizmatkori Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdagi sifatlarni shunday ta'rifladiki, u sifatlar bir odamda emas, hatto bir necha odamda ham jam bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ta iltifotli zot edilar. Ehtiyojini so'ragan har bir odamga quloq solar, u odam burilib ketmagunicha o'girilmas edilar. Payg'ambar alayhisalom qo'llarini olmoqchi bo'lgan har kimsaga qo'llarini uzatar, qo'l bergan odam qo'lini bo'shatmagunicha qo'llarini tortib olmas edilar. Abu Naim Daloil kitobida naql qildi ushbu hadisni. Payg'ambar alayhisalom ehsonli va xushmuomala mezbon bo'lishlariga qaramay gunoh ishlarni ko'rib qolsalar qaytarar va uning bo'lishiga hech qachon rozi bo'lmas edilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan keladi ushbu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishining qo'lida tillo uzukni ko'rib qoldilar.
uning barmoqlaridan chiqarib otib yubordilar va sizlardan biringiz jahannam cho'g'ini olib, uni barmog'iga taqab oladimi-ya dedilar. Imom Muslim rivoyat. Toshbag'ir insonlar mehribonlikni bilishmaydi. Ularning qalbida mehrning asari ham yo'qdir. Ular qattiq toshga o'xshab na bera oladilar va na ola biladilar. Ular eng oddiy insoniy tuyg'u va hissiyotlardan ham mahrumdirlar. Ammo Alloh taolo yumshoq qalb va jo'shgan mehr bergan kimsalar namunali va mehribon qalb sohibidirlarki, ularni rahmat o'rab, tuyg'ular harakatlantiradi. Anas radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'illari Ibrohimni qo'llariga olib o'pdilar va hidladilar. Imom Buxoriy rivoyat. Bu mehr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaqinlarigagina xos emas, balki barcha musulmonlarning farzandlari uchun edi. Ja'far radhiyallohu anhu ning xotini Asmo binti Umays shunday dedi: Mening oldimga payg'ambar alayhisalom kirdilar va Ja'farning bolalarini chaqirdilar. Men ul zotning ularni bag'irlariga bosib hidlar va ko'zlaridan yosh quyilar edi. Men Ja'farga biron narsa bo'ldimi deb so'rasam, ha, u bugun halok bo'ldi dedilar. Barchamiz yig'lay boshladik. Payg'ambar alayhisalom qaytib ketdilar va ahliga Ja'far xonadoniga taom tayyorlanglar, chunki ularning boshiga mashg'ul qiladigan narsa keldi dedilar. Ibn Sa'd, Imom Tirmiziy hamda Ibn Mojja rivoyati. Bolalarining o'limi sababli ko'z yoshlari kelgan paytda Payg'ambar alayhisalomga Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, bu nimasi?" deganida, Payg'ambar alayhisalom: "Bu Alloh taolo bandalarining qalbiga qo'ygan rahm shafqatdir. Darhaqiqat Alloh bandalari ichidan rahmlilarigagina rahm qiladi" dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari o'g'illari Ibrohimning vafoti sababli yosh to'kkanida Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, siz-a?" deb savol berganda, "Ey Avfning o'g'li, bu rahmatdir" deb javob berdilar va shuni qo'shimcha qildilar: "Ko'z yosh to'kadi, qalb qayg'uradi. Biz faqat Robbimizni rozi qiladigan so'zlarni aytamiz. Ey Ibrohim, biz sendan ajralganimiz uchun qayg'udamiz." Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning buyuk xulqi namuna olish va u zotning izidan ketishimizga chaqirmoqda. Zero biz bu asrda bolalarga bo'lgan shafqat va ularni o'z maqomiga qo'yishni unutdik. Axir ular ertaning otalari, ummatning kishilari va kutilgan tongi emasmi? Bizdagi jaholat, kalta fahmlik va kibr shu darajaga yetib bordiki, bolalarning qalblarini ochadigan kalitni yo'qotdik. Payg'ambar alayhisalomning kaliti esa qo'li va tilidadir. U zot bolalarni sevishlari, qadrlashlari va ularni baland martabaga qo'yganliklarini ko'rmadingizmi? Anas radhiyallohu anhu bolalari oldidan o'tar ekan, ularga salom berar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham shunday qilar edilar der edi. Buxoriy hamda Muslim rivoyat. Tabiiyki bolalarning o'ziga xos qiyinchiliklari va to'polonlari bo'lar, ammo payg'ambar alayhissalom ularni jerkimas, so'kmas va ularga dashnom bermas, balki ularga xotirjamlik va muloyimlik bilan muomala qilar edilar. Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalomning huzuriga bolalarni olib kelinar, payg'ambar alayhisalom ularning haqqiga duo qilar edilar. Bir bolani olib kelganlarida u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kiyimlarini ho'l qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suv olib kelishni buyurdilar va u suvni ho'llik ustidan quydilar. Biroq ho'llikni siqib yuvmadilar. Imom Buxoriy rivoyati. Hurmatli tinglovchi, siz payg'ambarning uyida o'tirar ekansiz, bolalaringizni erkalash, o'g'illaringiz bilan hazillashish va ularning kulgilari va shirin so'zlarini eshitish xayolingizga kelmadimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularning hammasini qilar edilar. Ota-onamiz unga fido bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom Hasan ibn Aliga tilini chiqarar, bola uni qizilligini ko'rib kular edi. Anas radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salamaning qizi Zaynabni erkalatar ekanlar, Zaynabcha deb bir necha marta takrorladilar. Payg'ambar alayhisalomning bolalarga bo'lgan shafqati shu darajada ediki, ibodat asnosida qizlari Zaynabning qizi Umomani ko'tarib namoz o'qir, sajda qilmoqchi bo'lsalar yerga qo'yar edilar. Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Mahmud ibn Rabi radhiyallohu anhu dedi:
Men 5 yoshda edim. Payg'ambar alayhisalomning hovlimizdagi quduqdan chelakda suv olib, yuzimga bir hovuch sepganlarini xotirlayman. Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam katta-yu kichikka ta'lim berar edilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dedi: "Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalarida edim. Menga: "Hoy bola, men senga shu so'zlarni o'rgataman. Allohni yodingda tut, seni saqlaydi. Allohni yodingda tut, uni oldingda ko'rasan, ehtiyojingni so'rasang Allohdan so'ra, yordam so'rasang Allohdan so'ra." Imom Tirmiziy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak shamoillari va ufurgan siratlarining ba'zisi bilan yashagandan so'ng, shoyat biz ham ular bilan qalblarini tiriltirsak va ular ortidan yurib hayotda bir iz qoldirsak, shundagina uylarimiz otalar muhabbati, onalar shafqati va jajji qalblariga surur kiritishga muhtoj bo'lgan bolalar bilan gullab yashnaydi. Natijada kichkintoylar ruhiyati mutanosib, axloqi go'zal bo'lib yetishadilar-da, ummatga mard kishilar kabi yo'lboshchilik qiladilar. Unutmangki, ularning Allohning tavfiqidan so'ng otalar va onalargina yarata oladilar. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, Aba al-Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Khayru khalqillahi Muhammad. Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa, Ya Shafi'i al-Alamin, Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa, Ya Shafi'i al-Alamin, Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalin, Ya Mustafa, Ya Shafi'i al-Alamin. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Ya Rasuli, Ya Muhammad, Ya Bashiri, Ya Muhammad, Ya Nadhiri, Ya Muhammad, Ishq qalbi, Ya Muhammad, Mu'ayni, Ya Muhammad. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry,
help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين.